Assalomu alaykum. Hazrat Avtopres obunachilar. Bugün 30 Mart 2025 yil navbatdagi prinsipimizni dastlabki ketyaptilar. Bu Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri razmerlari bilan tanishtirib o'tamiz. Razmeri 1.40 ga 2,5 bo'ldi. Arqalarini ko'rsatib o'tamiz. Arqalari muvofiq qo'llash uchun qalin qo'ldan 3,5 santimetrlik qalin qo'ldan qilib berganmiz. Mashinaning rangi mana shu sepib berdik. Şotkalarga baqvat 2,4 dan qalin bo'lgan qo'y tashish uchun, mol tashish uchun bitadi. 15 lik yengil holat yaxshi bolalar qo'yib berganmiz. Baqvat resorlarni 8 lik ramalari sho'ylar bo'lgan. Farqi bu mashinaning ichida Damazga rula tag'alarni borgasi ustalikka qilib beradilar. Elektromontajlari bo'ldi. Buni 10,5 million so'mga dastlabki xizmatlarimiz bilan kelishganmiz. Murojaat uchun nomerlarimiz 99 dan 334 44 84, yana bitta nomerimiz 95 lik 540 44 84. Shu nomerlarga murojaat qilsangiz, xudo xolasa chiroyli qilib narxlarni kelishtirib beramiz. Har xil turda prinsiplarimiz bor, kontr variantlarimiz bor. Asenko kazangi tepgan lis variantlarimiz bor. Otlar uchun, har xil biznes uchun yashayapmiz. Xudo xolasa bonuslardan tashqari skidkalarni qilib beramiz. Laklarni ayamasdan tısıldat bas tursangiz, xudo xolasa chiroyli qilib skidkani qilib beramiz. E'tiborlar uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.